Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Andijon viloyati Xo'jobod tumani Xo'jobod chorva mol bozoridan videolarni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz 16-may hafta kuniga shanba. Qani unda videolarimizni boshladik. Keyingi bozorda sizlarga qaysi mollarda narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, ana shunaqa mollardan ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Qani unda videolarimizni boshladik. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda. Aka olindimi? O qora aka oldingizmi? Necha oylik bo'g'oz? 2 oylik bo'g'oz ekan 23 million 200 ming so'm bo'pti, mana olib chiqishib ketyapti. Masha shu sementalga mana savdolari bo'lib turibdi ekan. Necha pul aka? Necha pulga berasan? 30 million so'm. Qanchaga? 30 million so'm savdolari bo'lyapti. Bo'g'ozmi aka? Qisirmi bo'g'ozmi aka? Yapga pula 100 so'm, 200 so'm deydi. 500 ming so'm beradi. 30 million 500 ming so'm beradi deyapti. Uyga yetguncha 31 ga boradi deyapti. Musalchiliklar yo'q. Oqshom katta odamning gapini oldingmi? 30 million 500 ming so'mga yo'q. Olindimi aka bular? Aka oldingizmi? Yo'q, olmayman. Nech pul bo'ldi? Bu qancha nech pul bo'ldi aka? Ikkitasi. Ikkitasi. Balom, qani sherigi? Mana sherigi ekan. Nech puldan bo'ldi tog'a? 44 bo'ldi. 44 bo'libdi, 22 million so'mdan. 44 million so'mga barakalari bo'libdi, olib chiqishib ketishyapti. Olindimi tog'a? Nech pul bo'ldi? 15 million bo'ldi, 4 oylik bo'g'oz 6 litr. Bu arzon bo'libdi, 15 million so'mga 4 oylik bo'g'oz 6 litr suti bor ekan. Nechta tuqqan ekan tog'a? 4 ta tuqqan ekan. Ammo yaxshi sigir ekan. Bo'zaychalar nech puldan bo'ldi tog'a? 10,5, 9,5, 8,5 million so'm bo'libdi. Shvet nech pul bo'ldi ukaxon? 21 million so'm bo'libdi. Olib chiqishib ketishyapti. Qayerdan ukaxon? Ko'tarmadan. Maladis. Bunyodbek o'ziga kirib ko'rib qo'yinglar. Aka bu qancha pul bo'ldi? 27 million 500 ming so'm. Endi o ichganlar, bozorlarda ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Nech pul bo'ldi aka? 22 million so'm. Yaxshi bu omma bu yerda ham zotdor chiroyli buqalar nihoyatda ko'p ekan. Bozorlarda bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ona bola sigirlar. Olindimi aka, sotilmadimi? Nech pulga? 20 million so'mga olishibdi mana. Shvet buqar. Ona bola nech pul bo'ldi aka? 25. 25 ga. Nechinchisiga ekan? Ikkinchisiga ekan, bolasi xunajin ekan. Endi o'zim bo'lmadi. 200 so'm o'zini nasib berasan. Ey, 200 so'm berasan. Bu bola 23 200 ming. Bo'ldi, pattasi ham o'zini. Xursandmisan deb qo'ying, bor baraka. Bor baraka, mana shu bo'ldi. Nech pulga bo'ldi endi bor barakasi? 24. Ekkam 24, 23 million 800 ming so'm. Bo'g'ozlilari qanaqa? 2 oylikmi? Yarim oymi? 2 oymi? 2 oymi ko'ramiz. 2 oylikka bo'pti hozir mana. Bir yo'la bo'g'ozlilarni ham tekshirib qo'yamiz. Bir yo'la bo'g'ozlilarni ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga. Bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'ozligini mana hozir tekshiryapmiz. Tekshirtiryapmiz. Bo'g'ozmi, qisirmi endi hozir akamiz aytadi. Mana aka. Mana. Bormikan? Bor, 2 oylik. 2 oylik. 2 oylik deyishdi, 2 oylik chiqdi mana. Savdolari bo'lib turibdi.
mana savdolari bo'lib turgan joylaridan. Bolasidan xo'ja qilib. Necha pul beryapti aka qaysi biriga? 17 Nari bo'g'ozi? Qisirmi? Qisiriga 17 million so'm savdolari bo'lyapti ekan. Sutlari ham bor ekan. Ammo mana shu bitta ikkita tuqqan shekilli. Yosh. Ammo mol yosh ekan. 17 million. Nechta tuqqan aka? Nechta tuqqan? Malol ikkita tuqqan. Ikkita tuqqan ekan. Ikkita tuqqan ekan 17 million so'm beryapti. Mana sho'lari yo'q ekan, sag'ishyapti. Qisiriga bo'lyapti. Ona bola sigirlardan ham ko'rsatib o'tib savdolari mana shu bitib shekilli mana shu yerda. Savdolari bitdimi aka? Bergan pulingiz aka. Nech pulga bo'ldi? Qora tog'a 1,5 million. 25,5 million. 25,5 million so'mga. 25,5 million so'mga bolasi xunajinidan bo'pti. Nechta tuqqan ekan aka? Bu 3-bolasi ekan 25 million 25,5 millionga baraka bo'ldi. Nechta sutga berdi? 6 ta. 6 ta sutga 25,5 million so'mga. Aka arzon bo'pti, yaxshi zo'r o'tdi aka. Kechki bozor barakalari bo'lyapti. Endi nima bo'ldi? Yo'q, to'xta. Endi nima bo'ldi? Birovga nega gap topolmaysiz baribir? Men mashina topaman hozir. Sen ertadan to'g'ri gap gapirding o'zi. Nech pulga bo'ldi? Nech pulga bo'ldi? Hoji tog'a nech pulga bo'ldi? Kamlar deyman desam, "Hadi meni pulki bor." Xudo og'iz boradi. Ammo yaxshi mol ekan, bolasi. Bolasi. Bulardan og'izi bor edi. Meni yaqin shakar qilib turkib gapirmayapman. Bo'pti, nech pulga bo'ldi akalar? Ketaman men buni. 30 million so'mga barakalari bo'pti mana shu mol. Ammo arzon bo'pti, yaxshi mol ekan lekin. Bu ham olinib shekilli. Aka oldingizmi buni ham? Nech pul deyapsiz? Nech pulga boryapti? Bor aka? 9 ga. 29 ga boryapti. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bola. 29 ga boryapti ekan, ikkinchi bola bolasi Novvosi ekan. Nechta sutga aka? Aka 8 taga olaversin. 8 taga olaversin deyapti. Nomer qoldiraveramizmi aka ishqibozlariga? 91 aka. Aha. 608 Aha. 7876. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Aka ertaman 30 million 500 so'm qiluvdi. Hozir 1,5 million Ertalabki bozori 30 million 500 ga borgan ekan. Hozirgi bozori 29 million so'mga boryapti ekan. Mana akalarimiz olamiz deb ishqiboz bo'lib turibdi, endi bilmadik. Kelishib qolsa sotaveradi. Bo'g'ozlar qatoridan bo'g'ozlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ichida go'shimi? Shu molga ham odamlar o'rashib qolib shekilli yoki uzr aka. Nech pul so'rashyapti aka, yo barakasi bo'ldimi? Qora aka, nech pul bo'ldi? Buni aka 40 million beryapti. Hozirgi bo'layotgan savdosi. Nechinchisiga tug'adi xudo xolisi? Birinchisiga tug'ar ekan 40 million so'm. Hozir men realni so'rashib turibdi ekan 40 million so'mga. Bunisi necha oylik aka? 7 oylik bo'g'oz ekan. Nechinchisiga tug'adi bu? Birinchisigami? 7 oylik bo'g'oz birinchisiga tug'adi. Pullari nech pul aka? 27 million so'm kamlari bor. Ishqibozlarga nomer qoldiraveramiz aka. Ayting. 97lik 996 1596. Taxminiy bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqadi. 1.20 ga yaqinroq. Aka 1.18 ham deyaveramiz. Aka bo'layotgan savdosi-chi? Mana hozir realni so'rab turgani bugungisi. 22 million so'mga savdolari bo'pti. Berishmabdi akalarimiz. Xudo xolasa oz-moz qoldi aka. Bozoringizni bersan aka. Navbatdagi Shvedni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. 38 qayerda bor? 38 million so'm kamlari bor deyapti. Nechinchisiga tug'adi aka? Ha? To'rtinchisini tug'adi. To'rtinchisiga ekan. Uzr aka. To'rtinchisiga tug'ar ekan. Yelilari ham mana oq yelin. Hozir suti bormi?
8 litr suti bor. Necha oylikka beramiz? 6 oylikka beraveramiz deyishyapti. Nomer qoldiraylik aka ishqibozlariga. 99lik. 514 8200. Manzil qayerda aka? Xo'jobodda. Mana shu Xo'jobodda o'zidan ekan akalarimiz. Ammo moli sifatlari rosa sifatli, arqalari ham kelishgan. Shovlari ham yo'q ekan. So'radik akalarimizdan. Navbatdagi bo'g'ozimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunisi necha oylik ekan aka? 8 oylik bo'g'oz ekan. Nech pul narx aytyapsiz? 19 million so'm savdolari bo'lyapti ekan. Siz o'zingiz nech pul deyapsiz? 21 million so'm kami bor ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi arzoniga? Sotilib ketadi. Akamizga dehqonchilik ekan, sotilib ketadi deyapti akalarimiz. Ama bo'ylari bo'ydoridan ekan, chiroyli. Ama qora yelin aka. Aka nechinchisiga endi xudo xolisi? Birinchisiga necha oylik aka? 8 oylik. Birinchisiga 8 oylik ekan. Pullari necha pul aka? 37 kami bor deyapti. 37 million so'm kamlari bor. Qayerda mol aka bu? Qo'rg'ontepani haqiqiy yaxshi zotdor mollaridan ekan. Ama suvaylari polvon ekan. Ishqibozlariga nomer qoldiraylikmi aka? Ayting aka. 94lik. 94lik 098 0060. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Aka bo'layotgan savdosi necha pul beryapti? 34 million 200 ming berishdi. 34 million 200 ming so'm savdolari bo'pti. Hozircha akalarimiz berishmayapti. Xudo xolasa oz-moz qoldi aka. Oz-moz qoldi xudo xolasa. Bo'ldi aka. Bozoringizni bersin. Rahmat. Olindimi aka? Qisir. Nech pul bo'ldi? 26 million. Novvos ekan. 26 million so'm olib chiqishib ketyapti. Buqa bozorda ham ko'rsatib o'tib ketadi. Aka olindimi? 31 million so'm. Taroziga nech puldan bo'lyapti aka bugun? 64 dan 66 gacha bo'lyapti ekan. Taroziga bo'ptimi aka? 63 ming so'mdan barakalari bo'pti. 63 ming so'mdan bo'pti mashin barakalari. Hoji necha kilo chiqdi? Hoji buva? 477 kilo. 30 million 50 ming so'mga qisqasi barakalari bo'pti-da. Hisobda. Bu taroziga bo'ldimi, oyog'iga bo'ldimi, Hoji? Qaytdi. Nech puldan qaytdi? 36 million so'mdan qaytibdi. Bo'ylari ama bo'ydor, hozir bir taroziga qo'yib qo'yamiz deyishyapti akalarimiz. Hozir. Qani kilosini taxmin qilinglarchi taroziga borguncha. Men taxmin qilaymi? 600 yo'q, 580 kilo. Ayağı tushib qoldi. Sal tortib qo'yinglar. Mana shvet buqa ham sotilib shekilli. Barakalari bo'ldimi shvet buqani? Sotdim. Ya men o'zi doim yaxshi yengil beraman. Bu necha pul bo'ldi? Buni necha pul bo'ldi xudo xolasa aka? Bu. 100? Mana shu to'rov bitta joyda 100 million 800 ming so'm bo'pti. 25 million 200 ming so'mdan bo'pti. To'rttasi bitta joyda. Shuni ham savdolari bo'lib turibdi shekilli. Savdolari bo'lib turgan joylarida. Nima? Rustam aka. 50 mingdan Murat aka, Buni barakasi bo'ldimi aka?
Buni necha pul so'rashyapti aka? 22 so'rashyapti. 22 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Ammo buqani yirikliklari yirik, yaxshi buqa ekan ammo. Shunga hozir savdolari bo'lyapti ekan 24 million 500 ming so'm. Ammo semizliklari semiz ekan buqani. Itlarni almashtirishyapti shekilli, barakalari bo'pti menimcha. Aka necha pulga bo'pti barakalari? 24 million 800 ming. 24 million 800 ming. Bermagan ekan. Ertalab 25 million 500 ming so'mga bermagan ekan, hozir kechki bozorda 24 million 800 ming so'mga barakalari bo'pti. Yonida shved buqa bor ekan. Aka buni narxi necha pul deyapsiz? 26 million so'm, ozgina kamlari bor deyishyapti. Savdolari-chi aka? Savdolar. Ashakamiz sotadi. Bo'l, akamiz sotadi qo'lda. Yana bitta bor ekan, to'liq ma'lumotlarni olamiz. Narigisini 26 million so'm, ozgina kami bor deyapti. Bunisini-chi aka? 25,5 bersin bo'ladi. 25 million 500 ming bersa, xudo xohlasa dastlabkasini qilib ikkovsini bitta joyga yetkazib bor, ha? Bo'l, nomeringizni ayting aka. 93lik. 93lik 054 054 4004. Manzil qayerda aka? Buloqboshidan ekan. Xudo xohlasa dastlabkalarini qilib yetkazib beraverar ekan. Yemoq-ichmoqlariga, aka yemoq-ichmoqlariga bir haftaga 10 kunga. bu 10 kunga sinab olaverasizlar ekan. Shuning bilan obunachilarimiz bugungi bozorlarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bunyodbek Uz bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.